Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Navbatdagi universal drayverkamiz tayyor bo'ldi. Buxoro viloyatiga ketyapti. Klientimiz raqamlari 1241. Zakaz berishda og'zini kattaroq qilib berdi deyishdi. 45 sm og'zi. 450 diametr bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxi 2.100.000 so'm. Dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. 6.5 kilovatlik katta motordan qo'yilgan. 3 kilovatli bas. Hop, shu voltmetrlari bor, qizisi o'zi tashlab yuborgan kulchatorlari, ana avtomatlarigacha jihozlab qo'ydik. Yangi materialdan yasalgan. Hop, narxi 2.100.000. Keyin buni naqangi granulator stanogam olishdi. Hozir buni ham ishlatib ko'rsatamiz. 6 li razmerda chiqqan granulator 220 ga ishlaydi. 4 kilovatli motor bo'ladi. Hop, bunimizning narxi 6 million so'm. Bu ham viloyat markazigacha dastavkalarimiz bepul. Hozir buni universalda ishlatib ko'rsatamiz, undan keyin granulatorda ishlatamiz. Somon chiqarib ko'ramiz. 3 xil setkasi bo'ladi. Bunisi kepak qilib beradigani, bunisi yorma qilib beradigani makkani. Hashediki o'zida turibdi. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. O'sha xavfsiz drabilkamiz hasheda o'zi tortadigan. Qo'l bilan bosib turmaysiz. Hozir video davomida ko'rasiz. 12 tali pichoq bo'ladi. Hasheda o'zi pastga tortadi. Mahaviy bas. Mahaviy birinchidan motorga nagruzkali qiladi, og'ir bo'ladi. Ikkinchidan uni qo'l bilan itarib turish kerak. Bizga shunday ana shu bunkeriga siqsa bo'ldi. Hasheda o'zi pastga tortib olaveradi. Hozir endi ozgina somonimiz bor, o'shani chiqarib ko'rsatamiz. Video davomida ko'rasizlar. Mana ishlashini. Ko'rgan bo'lsalaring, somonimiz ozgina qoladi, lekin yo'qdan ko'ra chiqarib ko'rsatyapmiz. Mana hop, yurgich cho'pdan ham mayda qilib yubordi. Mana ichida hech narsa qolmadi. Mana bemalol molga, qo'yga bersa bo'laveradi. O'sha e'tibor bergan bo'lsalaring, bosganim yo'q. Hasheda mana shunday tashlasalaring bo'ldi. O'zi pastga tortib oladi. Buni yosh bolalar, ayollar ishlatsa ham bo'ladi. Chunki maneti ham baland, ham qo'li yetib bormaydi pichoqqa, ham qo'li bilan bosmaydi. Xavfsiz drabilkamiz. Mana granulatorlarimiz, mana kimga kerak bo'lsa 220 ga ishlaydigan, 380 ga ishlaydigan bu hol endi tayyor bo'lyapti. 7.5 kilovatli motor bo'ladi. Narxi 12 million so'm bo'ladi. Bu ham viloyat markazlarigacha dastavkamiz bepul. Kimga kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Mana telefon raqamlarimiz, manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.